Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Risolatdan qilingan ehson yetib keldi oilaga. Bu yerda singlimiz 3 ta farzandlari bilan yashab kelmoqda. U oilada 3 ta bemor. Hovli ko'tarilyapti. Chuqurlikda bo'lgani uchun bu yerlar selxona bo'lgan, sel kelgan vaqtlar ham bo'lgan. Bir vaqt o'zida mana izini ham kamayib chiqib tushishga qulay bo'lyapti. Hovlida hali qilinadigan ishlar ko'p. Hammomni bitirish kerak. To'g'ri ko'tarishga shakablovlar kerak bo'ladi. Ustidan xizmat haqlari. Bu yerdan yerto'lani oshxona qilib berilsa bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Dam olish ham mumkin, chunki bu yerlar dash bo'lgani uchun toshlar joylarda isib ketadi. Kun juda ham qishda izg'irinlar bo'ladi. Gaz yo'q, o'tin yoqishadi. Murojaat qilinglar. Birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, yelka-melka turib, shu opa-singillarimiz muammolarni hal qilaylik va Alloh taolo oldidagi musulmonlik burchimizni bajarib, yorug' yuz bilan unga yuzlanib jannatiga erishaylik.